Shunda inson ich-ichidan his qiladiki, Allohdan boshqa meni hozir shu vaziyatdan ochib ketadigan hech kim yo'q deydi. Bu xoh kasallik bo'lsin, yoki bir qarzga botib qolsin, yoki bir oilaviy bir mushkulaga tushib qolsin, qamoqqa tushib qolsin. Har xil holatlar, vaziyatlarga kirganda odam biladiki, hozir hech narsasi foyda bermayapti. Na puli foyda bermayapti, na mansab foyda bermayapti, na tanish bilishlar. Hamma yuz o'girgan. Atrofidan odamlar tarqab qolgan. Yaqin bo'lib tuyulgan odamlar birdaniga oyoq bergan. Shunday vaziyatga Alloh taolo tushirishligining sababi demak, sen hech kimga bog'lanma, illo Allohga bog'langin. Hech kimga suyanma, illo faqat Allohga suyangin. Hech kimdan umid qilma, Allohdan umid qilgin. Mana shu haqiqatni qalbiga singdirish xohlar ekan Alloh taolo. Toki mana shu haqiqat tushunishligi hamma yo'qotgan narsalardan ko'ra kattaroq narsaga ega bo'ldi deganida bu. To'g'ri, dunyoviy narsalarni yo'qotgan bo'lish mumkin, lekin nihoyatda katta bir boylikka ega bo'ldi. Qalbda Allohga suyanish degan narsa paydo bo'ldi. Bu Alloh taolaning tarbiyasining bir qismi ekan.